Hammaga salom bolalar, bugun sizlar bilan Hoji Akbar. Bugun bolalar mana yurakchani olib borish kerak ekan. Endi men tushunmadim bunga. Tushundim bolalar. Endi olib boramiz. Qaysi birini yaxshi ko'rsak, olib boramiz o'shanga. Короче, kitobmi yo PlayStationmi? Da, конечно, kitob. Chunki men PlayStationim yo'q. Oymi, quyoshmi? Oymi, quyoshmi? Qaysi biri? Da, конечно, quyosh. Kitobmi yoki kamerami? Da, конечно, kitob. Basketbolmi yoki gantel ko'tarishmi? Uyimda gantel bor, gantel ko'taraman bolalar. Go'shtmi, salatmi? Salat yoqtiraman. Hop, uymi yo yermi? Endi bunisiga nima qilsam bo'lar ekan? Da, конечно, uyda. Bolalar, hamma aytgan narsalarni tanlab oldim. Bolalar, sizlar qaysini yaxshi ko'rasizlar? Kommentda yozib qoldiringlar.